bo'layotgan mavzular. Odilxon, Kamil karate, Erkabo'lan o'shda Erkabo'lan bilan Odilxon urushib ketdi, hozir oktagon ligani Jamil. Endi bitta narsa aytay aka. Men aytganman, yangi davr boshlanadi. Men keldim, xudo xolasa yangi davr. Yangi davr aka boshlanyapti. Aka, Alloh bekorga tilimga solmagan aka. Shuni bilib qo'ying. Men yana qaytaryapman. Inshaalloh yangi davr sekin boshlandi aka. Men boshlab berdim. O'sha ularni quritishdi poyasiga. O'sha bir-biri bilan mana kelishmayapti. Sekin aka uzilish bo'ladi aka. Shuni bilib qo'ying. Faqat hali bir vaqt keladi, 2026-yil Saturn, sen to'g'ri aytgan ekansan deysiz. Yangi davr boshlandi o'sha aka. 1 yil aka. Kamil kim? Kamil yoshi katta juda ham. Bir raund menga turib berar. 2 raund turib berar. 3-raundda baribir Kamil ketadi. To'g'ri, hozir optik kuchli, Erkabo'landa ham optik kuchli. Kamil karateda Odilxon hamma vaqtda optik kuchli. Lekin men xonga tashlamab turibman. Hozir yerga ursa osmonga sapchib ketaman aka. Hozir menda hech qanaqa baza bo'lmasligi mumkin, lekin aka bir narsa o'ylayman. Klitgan, setgan ichiga kirgandan keyin men yonaman. O'laman, taslim bo'lmayman. Menda shunaqa mininiya bor. Birinchi jangni men yutqazmasligim kerak. Birinchi jangda men 1 kishi bilan emas, 2 kishi bilan, 3 kishi bilan jang qilganman. O'zga yurt. Meni negativlarim, keyin bitta raqib. Yutqazishga menda haqqim yo'q edi. Bitta mushti otishda ham men o'ylab otganman. O'rtada distansiyani muntazam saqladim. Moment bo'ldi, harakat qildim. Bu yoqqa kirganda qo'lim muzlab qoldi. Birinchi klitga kirishim. Yo'q. Lekin aka, yangi davr boshlandi, boshqalar sekin o'z yo'lini topish, boshqa yo'llarni topish uchun urinyapti.